Maşallah ustalar. Basıyla tezde koyuylar. Biz setde biz. Laçlarda basıyla laç. Basıyla hakikaten laç zayıf biz için. Pak 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 diye basıyla enetimizde. Pesenada o'rtasida pak pak deb. Amonat dunyoda omon bo'laylik hammamiz. Ehsonni 10 hozir. Hozir 10'nida bajarish kerak. Nimaga ehson o'ta katta yut. Sen ehson sen o'zing salomlashib gap boshlaydi. Assalomu alaykum. Budim kun nima? Hozir hammada jumada ketdi. Hamma huzur. Ustalarimiz ham endi Allohga shukr qilish kerak. Budim yaxshi kun ha. Budim Allohimni nimasi? Kuni ayni 10da, ehsonni ham 10da. Budim. Ehsonni 10da. Ehsonni 10da bajarish kerak. Erta ishda bajarib yurish kerak. 10da bajarib yurishda. El yutdi puli esimda o'q, mittig'ida o'q. O'q haqiqatan. O'qda 10da bajarib, ehsonni 10da bajarib yurish kerak. Sen ikkinchi uyimiz bor. Hammamiz ikkinchi mulk, boylik, hammasi qo'yib ketadi. Mulk ham, nima ham qo'yib ketadi. Qasr uy solib qo'ying. O'sha uy ham qo'yib ketadi. Endi Alloh taolo hammamizda sen o'zi yaqin qo'shningni nima ish bajarib berdi? Qani et dedi. Meni dushmanim bu bas. Hammamiz Allohda nimasimiz? Dushmanni o'chiringlar. O'chirib Allohda uyda yaxshi fikrlab borimiz ketdi. Alloh pokladi-yu, hammamiz pok bo'lib, nima bitta odam poklab qo'yibdi. Endi Allohga shukr. Ehsonni 10da bajarish kerak. So yetim qizchada ham endi uysiz uy eshakni nima bitta maqola aytaman dedim, maqolasi adashib ketdim. Uysiz nima uy nima endi so qizcha ham nima Allohga shukr qilishdi. Endi Yusufjon nizada yotib keldi. Endi ancha chiqqan endi o'sha 10da to'llaysiz nima qiladi? Chiqimdan nimasi hozir? Vaqti. Uy nimasi bor, nimasi bitta. Endi ustida sesmasi bor. Aynalib, endi arma tuymas, malisi chiqim, eng katta chiqimdan boshlab qo'ydi. Endi ehsonni 10da bajarish kerak. Keyin Alloh hammamizni peshanamizda ehson. Hasiz boy o'mayli. Hasiz boyda nimasi o'limi o'ta shuli. Tillab jon beradi. Men Alloh taolo nimasini qo'yadi endi dindan. Yo'q, men pul loaqasida yuydirgan odamlar qancha odamlar nima bo'ldi. O'lib ham ketdi. Pul loaqasida yuydirmasdi. Ehson ham berib, yaqin qo'shnisidan ikkita non ham berish kerak. Ikkita non hammamizda nimamiz? Non yo'q bo'lsa, hayot yo'q. Hali pul bor-da, pul. Hech nimada hal qilalmay qo'yib qo'yadi. Hozir Alloh taolo g'irs berib qo'ydi, nafs berib qo'ydi. Hammamizda boshaq bor. Boshaqda o'sadi. Boshog'imiz pishadi. Boshaq yo'q bo'lsa, pul hal qilalmaydi. Shu narsadan muncha 3 qop nima bo'lsin-a,
pul xalq qilalmaydi. Vaqat pul xalq qilalmaydi. Non dedi pul. Meni 3 qop nimam bor? Pulim. Bu qayesana? Pul xalq qilalmaydi. Esimada. Hozir haqiqatan pul hozir hamma narsada hal. Qo'p edi hali. Odam g'aram bo'lib ketadi, ocharog'siz g'aram bo'lib ketadi. Hammamizni boshimizda tushadi ocharog'i. Hozir nonlar axlat ichida yotdi. Nonni olib qo'yishdi, axlat ichida otmasdi. Keyin hozirda yoshlarda tushunib qo'yinglar. Agar nonni axlatda otmasin, mollari bo'lsa olib qo'ysin, qatirib qo'yib, toqon qilib yeb o'tirsin. Non yo'q bo'ldi, hayot yo'q O'zbekistonda. Non bor, hozir axlat ichida olib qo'yinglar. Yoshlar nonni haromni ajrasinglar bir. Haromni nima qilib qo'yinglar? Non bor joyda hayot bor. Mulk shu, pul ilk qop nimasi bo'lsa-na, bu bug'doy bo'lsa, nimasi buncha bo'lsin, pulus. Endi ochag'risi bo'lsin, o'zi O'zbekistonni pul xalqi qilalmaydi. Odinni ota bularimiz bitta uyda sholi ham bor, uni ham bor, yana hozir pul hozir haqiqatan hozir bitta bora 230 ming so'mni bitta qop to'laysiz unda. Hozir o'zingizda uyingizda nima yo'q, uni yo'q, yana sotib olasiz. Undan ehson qo'yinglar. Pul xalq qilalmaydi hamma narsadan. Pul bor bo'ldi hamma shu uylar ham bitib ketadi. Ehsonni o'rni xasiz bor bo'lmaylar. Nima qilib qo'ydi bu nimaga Allohim peshanasidan hamma narsada bersin. Hamma siz bitta berdi, Allohim ming bersin hammalaringizdan. So yetim qizchada yoshi bor-ku. Rustamjon o'chib qoldi olsan. Yoshi hammalaringizni jannatda yeydilar. Oloring. Oloring. Jannatda yeydilar. Yetim qiz. Bir tomchi yoshi. Bo'pti, hay, omon bo'lsin. Hammalaringiz omon bo'lsin. Meni gapimni esinglar. Bitta ikkita gapim xato bo'ldi, uzr hammalaringizdan. Uzr. Ha, ota. Hozir bo'lasiz, ayting. Bo'ldi, ota. Hop. Hopda. Hop. Bo'ldi. Jonlaringizni asranglar, birinchi o'rinda. Tan joningiz sog' bo'lsin. Bolangizni baxtida sog' bo'lib o'ynab, bolasi hech kasal bo'lmasin. Bo'pti, hayır. Bitta ikkita gapim xato bo'ldi o'zi. Yo'q, xato emas. Sizdan ham yaxshi gaplar chiqar ekan-a, jigar. Qadrdonlar, hojivalar hammasida. Assalomu alaykum Sirojiddinning obunachilari. Hammanglar tinchmisizlar? Bugun jumoy ayyomlarini men hammanglarni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Ilohim kelasi jumalarga hammalaringlarni Alloh taolo pushti himoyasida o'zi saqlasin. Rahmat, shunchalik 5-10 so'mdan mana ukalarimizga yordam qilib turibsizlar. Mana hozir tepaga keldi, chechma quyiladi, bugun apparatlarni o'rnatyapti. Mana Jigar, Abdurahmon, Sirojiddin ukalarimiz. Allohim hammalaringlarni yaxshi kunlarda, kelasi jumalarga yana billa g'oyibona ko'rishgunimizcha
Allohim bugungi jumani ham mana eson-omon o'tkazib olsak, kelasi jumaga Alloh taolo hammalarimizni pushti himoyasida saqlasin. Mana bugun Hojiboy dam olsin deb bir yori birodarimiz jumaga bemalol o'qib kelsin deb Alloh taolo yetkazdichi, abetini men ko'taraman debdi. Bir hozir mana shu mahallada hoji onamiz mana nonlar, tuxumlar, produktlar chiqaribdi. Alloh bularni qilayotgan ehsonlarini, bergan produktlarini Alloh o'z dargohida qabul qilsin, ikkala dunyo saodatiga yetkazsin, Parvardigor. Nimaki yaxshi niyatlari bo'lsa, biz kamlik-ku yetkazsin Alloh taolo. Mana sizlardan iltimos yana 5-10 so'mdan Xudo xolasa inshaalloh shu ukalarni qo'llab-quvvatlab tursanglar, tezlik bilan Xudo xolasa yopilib, Xudo xolasa pardoz ishlariga tushishar ukalarimiz. Allohim hammanglardan rozi bo'lsin. Mana akamiz ham mana shu xonadonda opa-odasi shu otasi yo'q qizimizni opa-odasi bo'ladi. Mana ulug' yoshda bo'lsa ham har kuni chiqib hoji uka nima deb mana hassalarman chiqib mashina o'tirib ham suhbat olib o'tiribdi. Shu obunachilarni, Sirojinda obunachilarni tog'a bir chiroyli qilib duo qiling. Mana uzoq yaqinlardan ko'rishib turibdi, 5-10 so'mdan yordam qilyapti. Ahli mana o'zingizni mahallalaringiz, qarindosh urug'laringiz hammalarini haqqiga bir duo qiling. Amin. Sirojinda obunachilarni maslan mahalla ko'yam mana nima qilib sekin-sekin bunaqa narsalarni ko'rmagan. To'g'ri. Endi sekin-sekin nima qilib men yordam qilamiz. Shu nima 5-10 so'mdan shu nima qilib turinglar. Shularni mana hayit nimasiga Xudo xolasa bitivoramiz, harakat qilib bular. Inshaalloh. Shukurlarga yetsin. Inshaalloh. Hammalaringga Xudo taolo nima berursin? Uzoq umr, Sihat, salomatlik. Hammalaring sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Biz ham shu mashlar tezda ishini bitsa, ular ham xursand bo'lib o'zini nimasiga borib oladilar. inshaalloh aytganingiz kelsin. Endi mana Sirojinda o'sha obunachilar ham ko'payyapti. Inshaalloh. Shu mahalladan ham sekin-sekin o'rgan bo'lsa Qo'shiladi inshaalloh. Bu ishlar Bardavom bo'lsin. bardavom bo'lsin. Amin. Alloh akbar. Aytganingiz kelsin, rahmat. Mana sizni ham umringiz uzoq, rizqingiz ulug' bo'lsin. Shu nevara qizingizga ham mana o'zingizni qizingizga ham bosh-qoshi bo'lib bunday chiqqanda mana robotlarda adeni kirsiz, o'zingiz kelishingiz bilan to'shaklarni solib, keling opa-oda deyishlik ashkurlarga yetkazsin. Allohim yetkazsin. Sirojinda ham mana yaxshi umidlar bilan chiroyli videolar qilyapti. Obunachilar lahlarni bosib, ukamni ham qo'llab-quvvatlanglar. Abdurahmonni, Rustamjonni, mana 3 ta bloger ukamlarning orqasidan mana Andijondan o'zinglar bilasizlar. Mana o'zim tanishtirdim. Ozmi ko'p shu ovqatlar, shu sog' choylar, xormanglar deb kelgan insonlarga duo qilib, mashalarda o'tiribmiz. Alloh yaxshi kunlarda, yaxshi bunaqa g'oyibona ko'rishlikni yana barchalarimizga nasib qilsin. Allohu akbar. Tanjoninglar sog' bo'lsin sizlarni ham. Qadrdonlar, apalib keladi, ter bo'ldik. Endi tepaga o'rnatishimiz kerak. Og'ay ham ma'ni olyapti mana. 10 talib ketib qolsa mendan emas deb. Og'a, olib ketdimi? Pochcha kelyaptimi? Charchamayapsizmi og'a? Ko'rdimmi? Yaxshimisizlar, yaxshilar. Ana Xudo xolasa finishga chiqyapti, finishga. Og'dan o'qib qo'ying. Duo qilib turinglar. Tog'da. Qadrdonlar, mana videoda ko'rganimizlar, uyni devori bitdi inshaalloh. Tash tepaga apalib ketishimiz kerak. Qasharga kelaman deyotganlar, kelaverasizlar. Omonat baba. Urganchi xalqi
umuman Uchko'prik xalqi ko'rayotganlar, bilayotganlar. Shu Urganchida. Deparadagi obunachilarning U video ham kimnidir nimasidan chiqib qolib, yangi ko'rib qolsa, hali nimaga chiqmaganda. Rekka. Yo'q, bir sababsiz chiqmagan. Yo'q. Ancha gapinglar yozilib bo'ldi o'zi. Ayyo. Sirojinda Sirojinda hurmatli va qimmatli obunachilar, mana juma ayyomiga borib keldik. Masjidga mana hoji akam o'tgan nima qiling? O'tgan juma ham hoji akam mana hurmat qilib Hazratli masjidiga bugun bu sentrdagi masjidga olib chiqdi. Hoji akamga Alloh umriga, rizqiga, farzandlariga qo'shganlarim qo'sha qarib, hoji ham uzoq yillar mana shu davr surib, farzandlarning o'zi havasini ko'rsin, endi ham duo qildik. Mana hoji akam tufayli mana shu Qo'qon shahrini mana kechagi juma, bugun juma, endi Xudo nasib qilsa keyingi jumaga yana bitta yerga olib boraman deb niyat qildik. Endi Sirojinda obunachilari taassurotim 5 baho. Hoji akam shu yerda Andijonda blogerlari kelib, bu oydada bir qiylangan Uchko'prikda dedi, shunaqa qiylangan oilaga uy qurishyapti ekan dedi. Juda ta'sirlanib, qora ukamizga ham Alloh rahmat, ilmga ilm qo'shilsin, juda chiroyli duolar qildi. Birinchi duolar mana shu ukalarimiz blogerlarga, hasharchilarga, ehson qilganlarga, uzoq yaqinda musofirda yurganlarga deb juda addini qori ukalarimiz juda chiroyli duolar qildi. Ilohim mana ko'p ketib ozi qolyapti. Yana mana obunachilar biz ham mana hoji akalar bilan birgalikda mana bu qizimizni ota-otasi hammamiz mana duo qilyapmiz. Oz qoldi. Bir yana ozginadan qo'llab tursanglar, inshaalloh Xudo xolisa tez orada shu topshirib plan hoji tog'aga u mana qizimizga mana Xudo xolisa topshirishi deydi, barchalarimizga ashkurlar yetkazsin. Mana bugun ulug' ayyom juma kuni hammanglarga Allohim kuch-quvvat topganinglar yaxshi kunlarga, o'zinglar yurtinglarga eson-omon qaytib kelishinglarga barchalarga nasib qilsin. Alloh rozi bo'lsin hammanglardan. Bundanda qimmatinglar baland bo'lib, mana shu ukalarimizni lahlarni bosib, obuna bo'lib, ko'rmaganlarga oz-ozdan qo'llab quvvatlab tursanglar, biz ham mana sizlarni duo qilib, ozmi ko'pmi mana shu mahalla ko'ylar mana xayr-ehsonga, hasharga chiqishyapti. Mana jigar nimasi sabab mana shu mahallasiga mana kelib, ozmi ko'pmi hammani hasharga chaqiryapti ukamiz. Undan ham Alloh rozi bo'lsin ukamizdan ham. Mana Rustamjon, Sirojiddin, Abdurahmon mana hozir mana jigar juda katta mehnat qilishyapti bu yerda. Endi biz mana yoshimiz katta, qo'limizdan kelgancha biz mana bularga ovqat, bir soch choy issiqligini vaqt kelganda mana kelgan ketganga duo qilib o'tiribmiz. Endi qo'limizdan kelganicha hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Ehsonchilar, endi mana shu hoji akamga ham duo qilinglar. Mana shu hoji akam sababli mana 2 jumadan beri mana Qo'qon shahrini men umrimda endi birinchi marta kelib shu mahallalarda bularning intifoligini, hasharlarini ko'rib, hurmatni ko'rib, nohayta bulardan men juda ko'p narsalarni ibrat sifatida olib, o'z yurtimga, mahallamga, Shaytepa mahallasiga olib borib shuni tarqataman. Malades tava. Inshaalloh hammanglar qani duo qilaylik hoji aka. Hammalaringlar deb umringlar uzoq, rizqinglar ulug' bo'lsin. Mana shu Sirojinda obunachilarni ham hammalarini
hech ham kasal bo'lmasin, to'rmuchani sog' qilsin, farzandlarni oziq havasini ko'rsin. Yaxshi sarmoya bilan o'zini yurtiga, o'zini mahallasiga, o'zini xonadoniga qaytib kelishliklarini barchalariga nasib ro'za aylasin. Rahmatga ya Arhamar Rohim. Rahmat aka. Mahalla zo'r ekan. Mahalla nihoyatda men Abbos nima asrlanib mahallaga gap yo'q. Oqtepa zo'rda. Oqtepa zo'r. Iloyim bizni mahallalarimizdan men havas qildim. Chiroyida mana sizlarning mahallalar hamma mahallaning iltifoqi, lekin bilmagan narsalarimizni men yurak taassurotlarga olib, haqiqatan men yaxshilarini shularga mahallamga tarqatib gapirib bermoqchiman. Allohga shukr. Oqtepa o'rnak olganda biz o'zimizni yuragimizda ham qolib ketgan 20 kun qattiq olgan hammasi biz bilan tepa-tem bo'lib. Hammasi jigaram nihoyatda tillo yigit ekan. Mana endi o'tgan safar mana Andijonimizni Paxtavodida birga bo'lganmiz. Bir kecha osh qilib, buni mehmon qilib, lekin Hali oshdi deb bering. Hali ilit. Mana bu yerda salkam mana 13 kun, 14 kun bo'lyapti. Har kuni bilamiz. O'zimizni bolamizdek, o'zimizni ukaxonimizdek bo'lib qoldi. Bu ham nihoyatda hurmat qilib mana hoji aka nima qilay, har kuni mana kechqurun hal suhbat bo'ladi. Alloh rozi bo'lsin bundan ham. Bu ham mana ikkita qizi bor ekan, duo qilib qo'yinglar. Allohim bunga ham bir o'g'il bersin. Orqasida buni ham bir o'ziz qani ohomin. ilohim shu Sohibjon jigar ukamizga ham Allohim mana qizni beribsan. Ilohim o'g'illardan qo'sha Hasan Husan o'g'illardan ato bergin Allohim. O'zing beraringdan qismangin Parvardigor. Mana hoji onasi bor ekan. Allohim umrini uzoq, rizqini ulug' qilgin. Bu jigarni ham mana qo'shganman, qo'sha qarib, boshqa qizlari yaxshi qoriyalar, qizlar yaxshi joylarga kuyov bo'lishlaydi. O'g'illar farzand berib, Allohim sunnat to'g'ri, haqiqat to'ylarni qilsin, kelib xizmatda bo'laydi. Allohu akbar. Jigar o'rnida so'rayapti duoda. Rahmat. Mana xudo xolasa hammamiz ham bir-birimizga aka-uka, opa-singil nimagaki shu odam ota momo havoda yaralgan bandalarimiz. To'g'ri, Bu begonasi yo'q. Xudo xolasa men shunaqa o'ylayman. Mana qadrdonlar mana qo'llab turibsizlar. Sirojiddinni obunachilari, Abdurahmonning obunachilari, Rustamjonning obunachilari hammalaringga mingdan ming rahmat. Omon bo'linglar. Oltin boshlaring omon bo'lsin. Topganlaring to'ylar yaxshi kunlarga buyursin. Sizlarga mingdan ming rahmat. Mana bugun xudo xolasa mana hoji akam aytib o'tishdi. Uchko'prik tumani markazidagi Nomajuma masjidiga bordik. O'sha yerda mana hammalaringni mana haqlaringga duo qilgizdik. Hasharchilar, obunachilar, ihsonchilar, ihson qilib turganlar, o'zga o'sha chet davlatlarda yurib ihson qilib turganlar, hammalaringning haqlaringga duo qilishdi. Qor akam o'ta xursand bo'lishdi. Ta'sirot endi faqat bizda aybimiz shu bo'ldiki, telefonlarimizni shu mashinaga tashlab ketdik. Shuning uchun uzr, bo'lmasa shuni syomka qilardik. Xudo xolasa shu mana nima qilib tashlab Sirojiddinmi, Abdurahmonnimi, Rustamjonnimi kanaliga shu Qor akamni duolarini tashlab berardik. Bizdan shu bitta ayb shu o'tdi. Hali telefon olib kirgani ko'proq olib kirmaymiz. Vaqti bevaqt qo'ng'iroq bo'lib qolsa hammani xayolini buzadi. Ammo lekin sizlarning haqlaringga, hammani haqiga rosa chiroyli qilib duolarni qilishdi. Borlaringga shukr. Mana chet davlatlarda xizmat qilib ishlab yurgan qadrdonlarim omon bo'linglar. Yurtimizga sog' salomat qaytib kelib, o'g'il qizlaringni, nabirasi borlar, nabiralaringni orzu havaslarini ko'ringlar. O'g'il qizlaring qorilar, qoriyalar, olimi, fuzolar bo'lib yetishsin. Elimizga, yurtimizga naf tegadigan yigit qizlar bo'lsin. O'shalarni baxt kamolini ko'rishdi. Orzu havaslarini ko'rishdi. Hammalaringga nasib ro'zalarsin. Xonadonlaringda hamisha to'ylar, xursandchiliklar bo'lsin, to'yxona, murodxona bo'lsin. Amin. Allohimdan so'raymiz. Qolaversa
tinchlik, omonlikda bo'laylik. Mana uylarimiz qad ko'tarib, borgan sari chiroyli bo'lib boryapti. Yaqin kunlarda birgalikda shularni mana shu qizlarimizni mana shu xonadonlarga olib kirib, birga hammamiz birgalikda xursand bo'laylik iloyim. Ozginadan shu qo'llab tursalaring, qolgani ham tez kunlarda bo'lib ketadi. Birga xursand bo'lamiz. Shu qo'shaloq bayram qilaylik. Qur'on hayiti bilan mana shu qizlarimizni xonadonlarni topshirib qo'shaloq bayram qilaylik. Jon birodar, Xudo xolasa. akalar, ukalar, shu sizlardan ozginaga iltimosimiz shu. Tinch bo'ylar, omon bo'ylar. Ko'plar faqat to'ylarga, xursandchiliklarga buyursin. Hojlarga boringlar ilohim. Rahmat sizlarga, hammalaringga shunchalik qo'llab-quvvatlab turganlaring uchun. Sizlarga ham rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Quvvat bersin. Duo qilib qo'yinglar, hojibalarni ham qadrdonlar. Biz endi ishni boshlaymiz. Alloh omad nasib bersin. Sesmi boshlanyapti. Mana muzikalar sadosi ostida qadrdonlar. Bitta ko'rasizlar. Qadrdonlar, ishlar g'oyatda qizg'in ketyapti. Bugungacha oshchiligimiz mana shu qo'lim ro'parasiga dovur kuy bo'ldi, hozir oyog'i qoldi. Buni ham hozir birpasda shipillatamiz. Nafas rostlagani to'xtadi, mehmon kelib qoldi, Iqbol hoji akam. Adashmasam dadalari shekilli aylantirib yurgan ekan, olib kelib qoldi. Ular bilan birpas suhbatlashib, nasıl chanqab turganimizda bitta akamiz suv tashlab ketdi. Alloh rozi bo'lsin. Menga mana shu ihson qilayotganlarni qadrdonlar, qul duo qilib turinglar. Bugun mahalladan ham bir akamiz 500 ming so'm pul berib yuboribdi. Alloh rozi bo'lsin. Abidda bir hojonalar kelib ketishdi. Rustamjonning kanalida ko'rgan bo'lsanglar, Xudo xolasa sesmalardan qutulib olamiz inshaalloh. Oz qolyapti, tomni harakatini qilamiz. Tomga ham ozginadan qo'llab turinglar qadrdonlar. Kartalarga befarq bo'lmasdan. Videolarchi zerikarli bo'lib qolayotgan bo'lsa uzrim. Ko'p vaqtimiz ish bilan bo'lib qolyapti. Shunga videolar ololmayapmiz. Kecha uchalamizdan ham video chiqmadi shekilli, adashmasam. Bugun Xudo xolasa chiqadi. Inshaalloh. Kuzatib turinglar endi yana. Assalomu alaykum. Duo qilishar xolos. Sen o'zi bitta omi qilib qo'ying. Lajlarda bosinglar, omi qilib qo'ying. O'tini bir qildi. Ha, qani? Qani juda o'tir. Kesin bo'lsa, mana shu uylar ham mustahkam bo'lsin. Qo'llariga dard ko'rmasin, ishlaringizga. Omon bersin, ishlaringizga. Allohu akbar. Hoji charchamayapsizmi? Tuzuymisiz? Necha saqlayapsizlar aynadi va? Ha, nima deyaplar? Ama şeyga kelyapti-ku, Otifalilar tuygan. O yo'lgami? Ha, o diqqat yuribdi. Qaybaganmi o'g'li, Qobillar. Kelinlarimniki bor. Ha. Tutib qaramagan o'zi. Mana bitta ham bor. Balaka. Yeyapti. Hoji u yoqqa o'tmayaptimi? So'ridan tikka turib yeb qo'yapti. Bizgalar sho'pirlar qiynayapti. Yo, shu nima yo'q bo'lib, cham bo'lib ketdi. Atalib atada qo'yib. Yo'ldosh. Oldin qolg'abi. Og'ishdan-da.
Ha, nihoyatda yozda salqin, qishda issiq. Ha, zo'r. Ha, qarab o'tirganlar, ana nariga 17 kunda bizlarga maqtayapti-yu, borib mana Hamsakan deymi? ha, mehmondorchilikka chaqirdi. Bordingizmi? Ha, ko'rganman uni. Zo'r bo'lgan-a? Mana yo'lda kim bor ekan? kezganda bir ajib his bor edi menda. Vodiylarni yayov kezganda bir ajib his bor edi menda. Chappor urib gullagan bog'in upar edim vatan tuprog'in. Urib gullagan bog'in upar edin vatan tuprog'in. Odamlardan tinglab hikoya o'sar edi shoirda g'oya. Odamlardan tinglab hikoya o'sar edi shoirda g'oya. Daryolardan kuylab o'tardim, ertaklarga quloq tutardim. Daryolardan kuylab o'tardim, ertaklarga quloq tutardim. Vodiylarni yayov kezganda bir
Bir ajib his bor edi menda. Vodiylarni yayov kezganda bir ajib his bor edi menda. Hammasini tinglardim ammo o'xshashini topmasdim aslo. Hammasini tinglardim ammo o'xshashini topmasdim aslo. O'xshashi yo'q bu go'zal bo'ston, dostonlarda bitgan guliston. O'xshashi yo'q bu go'zal bo'ston, dostonlarda bitgan guliston. Vodiylarni yayov kezganda bir ajib his bor edi menda. Vodiylarni yayov kezganda bir ajib his bor edi menda. Chiroylidir go'yo yosh kelin, ikki daryo yuvar kokilim. Qorli tog'lar turar boshida, gul vodiylar yashnar qoshida. Chor atrofga yoyganda gilam, aslo yo'qdir bundayin ko'klam. Chor atrofga yoyganda gilam, aslo yo'qdir bundayin ko'klam. Vodiylarni yayov kezganda bir ajib his bor edi menda. Vodiylarni yayov kezganda bir ajib his bor edi menda. Buloqlardan uzatganday suv, el ko'zidan qochadi uyqu. Hammasini bir istagi bor, hammasi ham xursand baxtiyor. Bu o'lkada har narsa bordir, ko'rmaganlar doim xumordir. Bu o'lkada har narsa bordir, ko'rmaganlar doim xumordir. Vodiylarni yayov kezganda bir ajib his bor edi menda. Vodiylarni yayov kezganda bir ajib his bor edi menda. Bir ajib his bor
bor edi menda, bir ajib his bor edi menda.